Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kecha qanday bo'ldi? Bizning kontentimiz zo'r bo'ldimi? Layklarni bosdinglarmi? Servis ishlar bilan va tanishtirsak sizlarni. Amakimizning mashinasi luk ishlamay qoldi ekan. Amak luk ishlamay qoldi deysiz-a? Hozir davolaymiz. Dimidrol qilamiz. Hop, bu yoqda 077 BYD chempion moylarni almashtirishga kelgan. Bu yoqda BYD Chazor avtomobili. Chazorda ham moy foydalanib qilib beramiz. Bu yoqda 833 son, buni ham moylari almashdi. Bu yoqda 020 oldida nimadir muammo bor edi. Hozir muammoni sizlar bilan batafsil. Bunga nima qilgan ekan? Y klapan tozalanyapti ekan. Ha, gibrid Y klapan. Motor ishlamay qoladi, faqat elektrda o'zi yurib qoladi bunday vaziyatda. Xullas, mana shunaqa ishlar bizada. Bu yoqda Yuan Plus olib qolingan. Kompyuterni diagnostika mana shunaqa narsalar qilib berilyapti. Bu yoqda 001 Song L mashinasini bilasizmi nima qilamiz? Song L mashinasini kechadan beri ko'laydi mana bechora bolalar. Nima bo'ldi? Nima qilgan ekan o'zi? Kamerasi ishlamayapti. Taqillatmay tur. Ha? Kamerasi ishlamayapti. Ha, 360 mi? Umuman ishlamayaptimi? Mayli, mushkullaring oson bo'lsin, lekin topiladi buni ham. Bu yoqda katta ustalar mana batareykani remont qilish bilan ovora. Tillaringni tegirib ko'ringlar. To'polmi? Korpusimizda oxirida avtokosmetika, ya'ni mashinalarni, urilgan mashinalarni ta'mirlash xizmati bor, bilasizlar. Bu yoqda Song Plus gibrid olib qolingan, oldidan udar bo'lgan edi. Nari yoqda Qashqadaryodan kelgan mana mashina bor. Bu ham urilgan. Nari yoqdan Y2. Bu yoqdan GAK bor. Bu yoqda Voyah Free bor. Yashil orqasidan yetib olgan ekan. Kecha Li9 ni qo'ydim. BYD Dolphin, BYD Yuan Up mashinasi. Bu yoqda ham kecha kakras chala qolib ketdi. Kecha 3-4 obunachilar so'radi. Men bu Yuan Up Xanna orqasidan urgan, hozir ko'rsataman sizlarga qanday urganini. Mana BYD ham bu turgan ham bo'lgan, parkovkada turgan. Mana shu orqasidan qattiq urgan. Уже orqalari almashibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sekin tortilyapti. Buni qilib beramiz, xudo xolasa. Orqa lavoyi ham sinib ketgan ekan. Qo'yibmisizlar? Yuan apam qattiq urgan ekan borku. Xullas, muammo yo'q. Kevarasizlar kelib, nomer qo'yib qo'yaman, mabodo xudo ko'rsatmasin. Banferlaringda sarapinamaydi chuyda ishlar bo'layotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, qilib beradi. Bu yoqda yana bitta nima keldi? Song Plus 5 pozitsiya garmdor qo'yib berishimiz kerak. Ochdingmi? Ochaldingmi? Mana bundan ha. Chiroylisidan bo'layotgan. Zo'r yonadi, xudo xolasa. Bitgandan keyin bitta qo'yib yuboraylikmi? Qanday yonishini ko'rasizlarmi? Buni uстановка qilasizlar-da. Song L 5-pozitsiya. Zo'r mashina mana shu bor-ku, birinchi oluvdik. Bez nomer Samarqandga tog'ongan bor kelganman bor-ku. Mazza qilmoq bo'ladi. Mana bu BYDlarni motorlari bo'ladi, invertorlari. Bular rak bo'lgan bular xullas. Mana bu Zikr 001 da Z Sport diskasi yorilganmi, yirtilganmi nima bo'ldi? Yitilgan. Yama bo'ldingmi? Qo'rqinchli joy ekan bu. Mana bu Zikr 001 kelganida buni rangini qaranglar, rangi sizlarga yoqdimi, nima deysizlar? Bu yangicha rang. Bu rang juda ham kam O'zbekistonda 2024 da chiqqan. Pirelli shina balon, kojinli salon, oq salon. Yamaga tushgan ekan bu mashina. Mana hadoy, mana bu pnevmasi bo'ladi. Pnevmani qaranglar. Qarichim 24 sm. Mana pnevma. Двойной deydi-ku, mana двойной degani mana shu narsa. Doristalinglarda faqatgina pnevma bor. Bularda qo'shimcha amortizator ham qo'yilgan. O'zi bu yumshoq degani, двойной degani mana shunga aytiladi. Oldi ham, orqa ham shunday.